Uyg'urlarning o'rnidan dast turadigan vaqti keldi. 12 aprel Erkin Asiya radiosi bergan xabarda bildirilishicha, Xitoy demokratchilari yig'iniga taklif bilan qatnashgan Amerika Uyg'ur birlashmasining raisi Ilshat Hasan apandi Uyg'urlarning o'rnidan dast turib, sukutni buzadigan vaqti keldi degan. Ilshat Hasan apandi muxbirning ziyoratini qabul qilib, yaqindan buyon Xitoyning Uyg'urlarga qarata qattiq bostirish harakatlari yanama kuchayib borganligini, Uyg'urlarning turkum-turkumlab atalmish tarbiyalash markazlariga qamalishi xalqaro taratqularning diqqat nuqtasiga aylanganligini, bo'libmi muhojiratdagi Uyg'urlar va Uyg'ur tashkilotlari Xitoyga qarshi norozilik namoyishlari elib berish, bayonot e'lon qilish qatorliq har xil yo'llar orqali xalqaro jamiyatga Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan zulmlarini oshkorlashda aktiv rol o'ynaganligini, chet ellardagi Uyg'urlar orasida barg'ancha kuchayayotgan Xitoyga qarshi kayfiyatga qarata Xitoy doirlarimi inkos qaytirib, muhojiratda yashayotgan Uyg'urlarga bo'lgan tahdidlarni texmo kuchaytganligi haqidagi xabarlarning tarqalayotganligini, Uyg'urlarning bu xil vaziyatda texmo ilgirlagan holda o'rnidan dast turib, sukutni buzadigan vaqtning kelganligini ta'kidladi. Ilshat Hasan apandi yana Xitoy doirlarining bu xil tahdidlarining Uyg'ur tashkilotlari va zo'r ko'p sondagi Uyg'urlarning Xitoyga qarshi norozilik harakatlarini to'solmaydiganligini, ammo yana bir qism Uyg'urlarda Uyg'ur tashkilotlarining faoliyatlariga ovoz qo'shmaslik, Uyg'ur jamoatidan qechib yoshirinib yuradigan, hatto Xitoy doirlarining ziyonkashligiga uchrayotgan urug' tuqqanlarining ahvolini oshkorlashdan qo'rqib, sukutda turayotgan Uyg'urlarni o'rnidan dast turishga, davomli sukut qilmaslikqa va Xitoy doirlarining Uyg'urlarga yurgizayotgan zulmlarini dodillik bilan pash qilishga chaqiriq qildi. Xitoy Janubiy dengizda 3 kunlik manevr o'tkazmoqchi. 13 aprel Turkiya Ovoz radiosi xabarida bildirilishicha, Xitoy dengiz armiyasi bayonot e'lon qilib, Xitoyning janubidagi Haynan orolidan boshlab rayondagi normal paraxodlarning rayondan chiqib ketishi haqida ogohlantirish bergan. Biroq manevrga zodi qancha paraxod qatnashadiganligi haqida ma'lumot bermagan. Bayonotda yana yillik mashqning bir parchasi sifatida elib beriladigan bu qitimqi manevrning 3 kun davomlashadiganligi, manevrda haqiqiy urush ssenariyalarining mashq qilinadiganligi bildirilgan. Xabarda Xitoy manevr elib boradigan o'rin dal Amerika bilan Xitoyning urush paraxodlari pat-pat do'qurishib turadigan o'rin ekanligi, dunyoning eng muhim dengiz yo'li eg'izlaridan birisi hisoblanadigan bu rayonda Filippin, Vyetnam, Malayziya, Brunei va Tayvan qatorliq davlatlar egilik huquqi borligini ilgari suradiganligi, Xitoyning talash-tortishlik dengiz tavallikida yasab olgan sun'iy orollarni qo'ral bazasiga aylantirganligi haqidagi xabarlarmi rayondagi davlatlar bilan Xitoy o'rtasidagi yirikchiliklarga sabab bo'layotganligi bildirildi. Qirg'izistonda Turkiy xalqlar do'stlik faoliyati o'tkazildi. 11 aprel Qizil Hilal Ay jamiyati Qirg'izistonning Jalolobod viloyatida Turkiy xalqlar do'stlik faoliyati uyushtirdi. Do'stlik faoliyatiga Qirg'izistonning davlat rahbarlari, Jalolobod viloyatining yuqori darajalik rahbarlari, Qirg'izistonda faoliyat qilayotgan Uyg'ur ittifoqi sho'basining raisi Nurmatov Prapidin, muavin raisi Ro'zaxon Qurbonov, tashkilot Jalolobod sho'basining oqsoqollar raisi Nasiraxon Alisher hamda Qirg'izistonda yashayotgan Uyg'ur, Qozoq, Tojik, O'zbek, Qirg'iz qatorliq turkiy xalqlarni o'z ichiga olgan yuzlagan kishi qatnashdi. Faoliyatda turkiy xalqlarning har xil an'anaviy taom, yemak-ichmak madaniyati alohida gavdalantirilib, turkiy xalqlarning an'anaviy tamoqlari pishirilib, hamma kishi eg'iz tegdi. Ko'zga ko'rinarlik nomerlar va taomlar baholanib, mukofot tarqatib berildi. Faoliyatda turkiy xalqlarning birlik va ittifoqi aks ettirilgan har xil nomerlar o'rinlanish bilan birga ittifoqlik haqida leksiyalar so'zlanib, faoliyat muvaffaqiyatli oxirlashdi. Sharq Turkiston surgundi hukumati Ma'rif jamiyatini ziyorat qildi. 12 aprel Sharq Turkiston surgundi hukumat raisi Ahmadjon Osmonning yetakchiligidagi hay'at Sharq Turkiston Ma'rifi hamkorlik jamiyatini ziyorat qildi. Ziyoratda Sharq Turkistonning hozirgi vaziyat ahvoli, Sharq Turkiston da'vosi yo'lidagi qiyinchiliklar muzokara qilindi. Sharq Turkiston tashkilotlari orasidagi bo'linishning Sharq Turkiston da'vosiga elib kelgan ziyonli oqibatlari, tashkilotlar orasidagi birlashish va hamkorlashishning Sharq Turkiston da'vo xizmatidagi amaliy unumi qatorliqlar haqida muhokama elib berildi. Oxirida ziyoratga kelgan mehmonlarga Sharq Turkiston bayrog'i va Qur'oni Karim hadiya qilindi. Kristin Lagarde yangi Ipak yo'li qurilishi atrofdagi davlatlarni munqariz qiladi dedi.
Erkin Asiya Radyosu'nun xabarida bildirilishicha, Xalqaro Moliya Fondi, ya'ni IMF'ning boshlig'i Christine Lagarde bugun dunyodagi har qaysi davlat va rayonlarni Xitoy targ'ib qilayotgan yangi Ipak yo'li qurilishi haqida ogohlantirdi. Erkin Asiya Radyosu'nun Fransiya agentligining xabaridan naql qilishicha, Lagarde Xitoyning Xaynan o'lkasida echilayotgan Boao Asiya munbiri yig'inida Xitoyning bir balvoq bir yo'l qurilishi ustida maxsus to'xtalgan. U so'zida bu qurilishga selinadigan mablag'larning butunlay digudek davlat egiligidagi korxonalar yoki davlat xazinasidan ta'minlanadigan bo'lg'achqa, uning osonli boshqa davlatlarni Xitoy hukumatining siyosiy ta'sir doirasiga munqariz qilib qo'ydiganligini ogohlantirgan. U bir balvoq bir yo'l qurilishi atrofdagi davlatlarning qarzini nihoyat tez suratda oshirib, qarz bilan to'lam orasidagi tangpongliqni buzib tashlaydi degan. Ma'lum bo'lishicha, bir qism davlatlar bir balvoq bir yo'l qurilishi qaramaqidagi asosiy qurilish mablag'i sababli allaqachon cho'nqur qarz patqiga patgan. Bu davlatlar tashqi qarzlarini to'lash uchun o'z davlatining muhim strategik ahamiyatga ega mulklarini Beijingga o'tkazib berishga majbur bo'lmoqda ekan. Masalan, Hind okeanidagi kichik orol davlati Sri Lanka Xitoyga qarzini to'lash uchun strategik o'rni intayin muhim bo'lgan Hambantota portining ishiltish huquqini Xitoyga uzun muddatlik o'tkazib bergan. Christine Lagarde xonim so'zida yuqorqi davlatlarning ahvollarini misol qilib turib, bir balvoq bir yo'l qurilishining haqsiz bir vaqt tamoq emasligini, har qaysi davlatlarning buningga ehtiyotchanlik bilan muomala qilib, yuqorqidek oqibatga qilishning oldini olishi kerakligini bildirdi. U so'zida yana bundoq zo'r mablag' selinadigan qurilishlarda pulni qalaymaqan ishiltish va chiriklik qilish ko'p uchraydigan bo'lg'achqa, ko'pincha hollarda mag'lubiyatga uchrashdak oqibatlarni alohida eskartgan. Halbuki shu yig'inda Pokiston bosh ministri Shohid Xaqon Abbasi so'z qilib, bir balvoq bir yo'l qurilishi qaramaqidagi Pokiston Xitoy iqtisodiy koridorini madhiyalab ko'kka ko'targan. U 50 milliard dollar mablag' selinadigan bu qurilishning tez meva beradiganligini ilgari surish bilan qolmay, yana Pokiston Xitoy do'stligini po'latga o'xshatgan va bu ikki davlat hamkorligini rayon bexatarligining hul tashi deb atagan. Washingtonda Xitoyning Amerika ilmiy sohasidagi jasuslik harakatlari haqida guvohlik berish yig'ini o'tkazildi. Erkin Asiya Radiosu'ning xabarida bildirilishicha, Amerika Avam palatasining ilm-fan olam bo'shlig'i va texnologiya komiteti chorshanba kuni guvohlik berish yig'ini chaqirib, Xitoyning Amerika fan texnika sohasiga singib kirishi va Amerika fan tadqiqot natijalarini keng ko'lamda o'g'irlashdek jasuslik harakatlarining xavfi, shundaqla uningga qanday taqobil turish masalalarini muzokara qildi. Mazkur yig'in Amerika Xitoy savdo munosabati jiddiylashib, ikki taraf o'rtasida savdo urushi portlash girdobiga berib qolgan bir mezgilda chaqirilgan bo'lib, chorshanba kuni o'tkazilgan tadqiqotchimi yoki jasusmi, chet elning Amerika fan tadqiqoti va taraqqiyotiga qartilgan suiqasdiy sarlavhalik guvohlik berish yig'inida palata a'zosi Ralph Abraham Xitoyning Amerika fan tadqiqot natijalarini o'g'irlab, uni sarmoyalashtirayotganligini va tijoratlashtirayotganligini ogohlantirdi. Ralph Abraham mundaq dedi: Xitoy o'tgan 10 yil mobaynida nishonini Amerikaning fan tadqiqotiga qaratgan eng aktiv davlat ekanligini oshkora isbotlab keldi. Xitoy fan texnika sohasiga qarata moliya va moddiy selinmani davomli ko'paytib, asosiy fanlarni manba qilgan fan texnika sanoatini qo'lladi. U asosiy fanlar tadqiqotini ilg'orlashtirish va tijoriylashtirishni oldingi o'ringa qo'yib keldi. Eng muhimi, Xitoy bizning negizlik fan tadqiqot natijalarimizni o'g'irlab, uni sarmoyalashtirdi va tijoratlashtirdi. Guvohlik berish yig'iniga qatnashgan boshqa palata a'zolari va tadqiqotchilarning hammasi Xitoyning fan texnika o'g'irligidan hushyor bo'lishga va qattiq tadbir qo'llanishga chaqirdi. Chorshanba kuni o'tkazilgan guvohlik berish yig'ini Avam palatasi ilm-fan olam bo'shlig'i va texnologiya komitetining Xitoyning Amerika fan texnika sohasidagi jasuslik harakatiga doir tunji guvohlik berish yig'inidir. Avam palatasi istixborot komitetining bu yil 2-oyda chaqirgan guvohlik berish yig'inida Amerika Federatsiya tekshirish idorasining boshlig'i Christopher Wray Xitoyning Amerika ilmiy sohasiga singib kirishi Amerika jamiyatiga tahdid paydo qilayotganligini bildirgan edi.